Mer nima deganing bu safar oylisiz? Kapot shunaqa bo'lib qolgan endi. Bu oy senga oylik to'lamayman uzr. Voy mer, men shuncha xizmat qildim, dehqonlik qildim, bog'imni o'stirdim, qishloqqa yordam berdim, hamma ishlarni qilib berdim, mer. Nimaga oylik yo'q? Kapot pul tugab qoldi, rezervlar tugab qoldi. Uzr. Bu bitta endi. Mani pulim qolmadi, o'zimga ham oylik berishga ham senga pul qolmadi. Voy mer, meni pullarim bor edi, yer arendasini to'lashim kerak edi. Qanaqa qilib pul yo'q bo'ladi? Sundukda ham yo'q ekanmi pul? Sundukda ham izim yo'q. Kapot senga keyingi oy 2 barobar qilib qaytarib beraman. Voy mer, menga hozir kerak edi, yer arendasini to'lashim kerak ovqatga. Qanaqa o'zim mersan? Bo'pti. Bo'pti, nima bo'pti? Voy mamni qaragin, mer menga oylik bermayapti, oylik qolmabdi. Menga ham shunaqa deyapti, lekin menda yaxshi pul o'zimda bor ekan, ozgincha qolgan edi oldingi oydan. Voy menda oldingi oydan ashi bir tiyin ham qolgani yo'q. Oy, hammaga salom do'stlar. Men otim Kompot, yangi joyimga xush kelibsizlar. Do'stlar, mer gapini eshitdinglarmi? Hammalar, Oy, Kompot nima bo'ldi? voy, men mer qaragin, oylik bermayapti. Men shuncha ishladim. Mening planlarim bor edi. Kapot, mayli menga berma, yaxshilab yig'ib qo'ydim men pul. Voy, hammalar yig'ib qo'ydim, bo'pti. Kapot xafa bo'lmagan. Voy, juda ham xafa bo'lib ketaman. Men yer arendasini to'lashim kerak, hali ovqat yeyishim kerak. Nima qilaman men? Oy do'stlar, o'zinglar eshitib turdinglar hammasini. Mer menga oylik bergisi kelmayapti. Va qishloqlik bermadi. Mamni qaranglar, menda bitta narsa ham yo'q. Izumrud deganim, men telefonimni sotsam ekan. Yo'q, telefon menga kerak gaplashishga, internetga. Men mechimni qaranglar, men matigamni qaranglar, matigam senga bitta dona mech qoldi, bo'ldi. Boshqa hech nimam yo'q. Nima qilsam bo'ladi? Telefon sotmayman, to'g'rimi? Qornim juda ham och. Yer arenda pulni berasizmi? Voy, yana yer arenda puli bor. Voy, nima qilsam ekan? Bu oy menga oylik tushmay qoldi, oylik bermay qoldi. Baba sizga qiziqmasa, to'g'rimi? Qanaqa bersam ekan? Keyingi oy bersam bo'ladimi yer arendasini? Yo'q, endi unaqasi ketmaydi. Bu safar berishingiz kerak yer arendasini. Yer arendasi bu safarni mayli, hozir to'xtab turing. Bitta mizrut yo'q menda. Mana sirli quti bor, hozir sirli qutimda bo'lish kerak. Hozir 5 minut bo'lib turing, hamma sindirib oling. Mana hozir sirli qutimda bo'lish kerak. Bu menda bu yo'q ekan, pul izimrutlar. 8 izimrut kerak, ertagacha bo'lsin, mayli, ertaga olib ketaman bo'lmasam. 8 izimrut. Bo'pti, nimadir qilaman, rahmat sizga. Keyin ertaga ham olib berarman, bo'pti. Oy do'stlar, nima qilaman endi? Kapot, yomon bo'lmadi uyga, nima qilsa bo'lar ekan? Nimadir o'ylab topish kerak, yer arendasiga pul topadi, ovqat qanaqa yeydi, ovqat yo'qdi. Nimadir o'ylab topish kerak, hamma qishloqlar yig'ib, unga yordam berish kerak, yaxshi fikr. Qishloqlar ko'rdinglarmi Kapot nima bo'lganda? Ko'rdim, yer arendasiga puli yo'q ekan, 8 izimrut, ovqatlar qanaqa yeydi, qanaqa yashaydi bo'lmasam. To'g'ri, biz unga endi yordam berishimiz kerak. Hamma qo'ldan kelgancha yordam bersa, davay yig'ilamiz kerak. Hamma qo'ldan kelgancha yordam beradi Kompotga. Kelishdingmi? Bo'ldi, yordam beramiz Kompotga. Hoy, bo'lmasam nima o'ylayapman hozir? Qanaqa ertaga pul olaman? 800 mut. Bo'lmasam men buni bu uydan chiqarib yuborishadi-yu, kim keldi? Kapot, yaxshimisan? Qishloqi yaxshiman. Nima bo'ldi? Mana senga 8 izimrut yer arendasiga. Nima 8 izimrut? Qishlog'in nimaga unaqa berib qolding? Voy, rahmat senga kattakon. Mayli Kapot. Qishloqqa rahmat senga, lekin nima qilib beray? Nima yordam? Nima qilib beray bu 8 izimrutga endi? Hech nima qilish kerak emas, prosta senga berdim, yordam qilding. Yordam qildim. Yo'q, nimadir qilishim kerak senga. Bo'lmasa uyimga kirgan, mana bloklarni boshqa bloklarga alishtirish kerak, hammasini. Bo'pti, hozir qilib beraman qishloqqa, rahmat senga izimrutlarga, lekin bo'pti qishloqqa. Nega o'zing qila olmaysan bularni? Mana olgan bloklarni men qurish yoqtirgan, bilasan-ku. Bo'pti, qurish yoqtirmaysan deysanmi? Mayli, hozir men alishtirib beraman qishloqqa. 5 minutdan keyin hammasi tayyor bo'ladi, lekin rahmat senga 800 mutga. Mayli Kapot, 800 mut ekan-ku. Uydan chiqarib yuborsa bo'ldi
narsani. Ha, bo'ldi. Hozir senga 5 minutda hammasini chiroyli qilib beraman. Xo'p, do'stlar, ko'rdinglarmi? Menga qishloq 800 minut berdi. Mehribon bo'lib qoptiman. Keyin menga bloklar ham berib qo'ydi. Men bilan tuzatishga hozir tuzataman endi. Prosta izonutlarni olib kelgan, to'g'rimi? Nima, unaqa emasman. Men izonut kimdir menga bersa yordam qilsa, unga ham yordam beraman. Menda ham qolib ketibdi. Buni ham to'g'irlab qo'yib, keyin qishloqqa yetsam bo'ladi, bo'ldi deb. Mametini ham to'g'irlab qo'yib, kalavat bu yoqqa qo'yib qo'yaman qishloqqa. Mameti qolib ketibdi-yu, botlarni ham to'g'irlab qo'yishim kerak. Kirish joyini eshisim ketdi, mayli, hozir to'g'irlab qo'yaman. Qishloqqa bo'ldim. Kapot, yaxshimisan? Ha, bo'ldi, yaxshi. Menga qishloq 800 minut berdi, bo'ldi. Endi yer arendasiga yetadi. Kapot, yana senga ovqatga pul bormi? Endi ovqatga pul qolmadi. Bo'pti, qishloq, rahmat senga. Men ketdim. Yo'q, Kapot, menga xohlasa mehmonga yur, mehmonga meniki uyimga. Ha, bo'ldi, qishloqqa keldim uyingga. Kapot, mavsumni qoch. Ovqatlar bor ekan, yaxshi. Kapot, bu hammasi senga. Nima, menga? Rostdanmi, qishloqqa hammasi menga bu. Hammasi senga. Mazza qilib yegan, puli yo'q, ovqatga ovur, hammasini uyga olib ketgan. Kapot. Rahmat senga, qishloqqa nima qilib beray senga? Nimadir yordam kerakmi senga ham? Yo'q, menga yordam kerak emas. Voy, e'tibor nima kerak senga? O'rgimchi to'g'ri bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bitta darsam qolib ketuvdi-da. Bo'ldi, hozir olib kelaman o'rgimchi to'g'ri. Bo'pti, rahmat senga, qishloq, hozir olib kelaman o'rgimchi to'g'rini. Как раз menda yotuvdi sirli qutimda. Voy, do'stlar, namchi qishloqlar mehribon bo'lib qoldi menga. Bittasi izunut berdi, как раз yer arendasiga, bittasi pul berdi. Ovqat berdi. Men oq qishloqqa endi unga o'rgimchi to'g'ri kerak bo'lib qopti. Yaxshiyamki, ham sirli qutimda bor. O'shaning uchun hozir tezgina olib borib beraman. Mana senga qishloqqa. Bo'ldi, rahmat, Kapot. Bo'ldi, senga rahmat. Bo'pti, qishloqqa rahmat kattakon. Do'stlar, mazza qilman, lekin kayfiyatim juda ham ko'parib ketdi. Juda ham oshib ketdi kayfiyatim. Meni mazza qildim. Shuncha izunut berganiga menga, shu ovqatlarim ham bor. Hozir hammasini bitta-bittadan mazza qilib yoraman. Qanaqa bitta-bittadan? Sho'rvadan boshlaymikin, kartoshka friymikin, qulupniymikin, mayli, tovuq yo'qaraman. Mazza, sho'rva ham ichayoraman keyin. Ana ichayoraman. Bo'ldi, mazza qildim. Ovqatlarni ham qo'yib qo'yishim kerak. Endi hammasini yeb qo'ymayman, bittada hammasini yeb qo'ysam yomon bo'ladi. Keyingi kunlarimga qolmaydi. Eng kerakligi, meni qornim to'ydi. Bo'ldi. Yana kim keldi? Chota bugun mehmonlar ko'p kelyapti. Qani ko'raylikchi. Qishloq, salom. Kapot, salom, bo'shmisan? Qishloq, hozir bo'sh edim. Nima qilish kerak? Iltimos, menga yordamlashmoqchi. Bog' quruvdim, lekin narsalar o'stirishni bilgan. Bo'ldi. Hozir senga yordamlasha olaman. Bemalol как раз bo'sh edim men. Qani ko'raylikchi, xat ekansan, quribsan, qurding. Shaqqa. Qani, mana to'g'ri, bo'tda xatolar ko'p. Nima qilish kerak deysanmi? Hozir matigam yo'q, meni matiga bersang yaxshi bo'lardi. Keyin 3 ta chelak bilan. Bo'ldi, qilib berasanmi? Voy, albatta qilib beraman. Matiga matsim qoldi, faqat matiga bersang zo'r bo'lardi. Shu chelak bilan suv qo'yib qo'yardim ham yoqqa. Men kapot bo'lmasam. Rahmat. Men qovoq bilan bug'doy qurmoqchiman. Qovoq men birinchi marta qurishim, lekin bug'doyi bilaman. Yana olmosni matiga berdim. Bo'pti, hozir quduqdan suv to'ldirib keling. Ana qovoni qurmaganman, hali o'stirmaganman. Qovoni birinchi marta qilaman, lekin bug'doyi ko'p marta qilganman. Qara qishloqqa o'rgan. Bitta chetidan qo'yasan, bitta bu yoq chetidan, bitta o'rtasidan qo'yasan. Bo'ldi. Suv quyildi o'rtasiga. Keyin namnaqa sekin, akkuratni namnaqa qilib chiqasan. Ishtimaga tegib chiqmasdan. Bo'ldi. Keyin qo'yib chiqarasan daniyalardan qovoq, keyin bug'doy yog'iga qo'rasan. Mamitliga tegib ketmasin ishqilib. Amnaqa keyin bug'doy qurasan. Bo'ldi. Keyin o'sib chiqadi bular, lekin ko'p kutishing kerak hali bularni. Rahmat, Kapot, senga juda ham katta rahmat va senga. Nima bu? Kim ko'rgan, Kapot? Branyami bu? Qani ko'rlikchi bo'lmasa. Qishloqqa nima qilyapsan? Qishloqqa nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Kapot, prank edi bu, rosta kulgim kelib qoldi. Uzr, boshqa hazil edi bu, boshqa qilmayman. Bo'ldi, men bunaqa qo'rqitmagan, nimalar ko'zimni otib ketdi. Bo'pti. Senga branya shu, boshqa bo'lmaydi.
O rahmat senga bo'pti. Ola qolmam narsalaringni. Almazmatigin yamol. Yo, bu ham senga sovg'a kapot. O rahmat, qishloqqa kattakon senga rahmat. Birini ham berding. Mayli, keyin mamlarni o'sishini kutasan. Bo'ldi, rahmat kapot. Hazil edi lekin bu. Bo'ldi, hazillaganim. Bo'pti, rahmat qishloq sen kattakon. Do'stlar ko'rdinglarmi? Qishloqqa yordam berdim, menga almaz qiymatiga berdi, keyin menga o'zini bir narsani berardi, bunaqa siyoh rang, lekin menga chiroyli ekan, lekin hazil qilganini qaranglar. Bo'pti do'stlar, bugun qanaqadir omadli kun bo'ldi desa bo'ladi. Qishloqlar menga yordam berib qoldi, mehribon bo'lib qolishdi, lekin menga mir oylik bermagani uchun zato keyingi oy 2 baravar qilib qaytaradi. Bo'ldi, endi menda almaz qiymatiga ham bor. Wow. Bo'pti do'stlar, sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bosinglar, komment yozib qo'yinglar. Sizlarga mir to'rish qilganmikin? To'g'ri, mir ham tushunsa bo'ladi, endi pul qolmagandir. Mayli, mana qarang, tezroq bir necha oylik bo'pti. Hammang xayr, sog' bo'linglar do'stlar, obuna bo'linglar.